Assalomu alaykum bo'lajak kanadaliklar. Bugun ko'chada yomg'ir, shuning uchun ichkaridan turib suhbat qilamiz. Har doimgidek sizning savolingiz uchun bu jonli efirlar. Juda tez men bu jonli efirlarni qilib turaman. Sizdan agar ma'lumotlar kelsa, savollar kelsa, qo'limdan kelgancha javob beraman. Hozirdan savollaringizni yozishingiz mumkin. Va alaykum assalom hammaga. Sizni savollaringizga javob berish uchun jonli efir qilyapmiz. Hech qanaqa mavzu yo'q. Istalgan savollaringizni berishingiz mumkin. Bugun salgina boshqacha formatdamiz, chunki tashqarida emasman. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Shu agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, yoqtirmani bosib yuboring yoki biror narsa yozib yuboring. Ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, keyin boshlaymiz mavzuni. Sizni savolingizni olish bilan boshlaymiz. Bugungi formatimiz ozgina boshqacha, ko'rib turganingizdek, savollaringiz kelganda menda mana bunday qilib savollaringizni olaman. Savollaringiz ekranga chiqadi va sizni istalgan savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Bo'lmasa boshladik. Ovoz yaxshi kelayotgan bo'lsa, qayerdan bog'lanyapsiz? Shuni ham yozing. Qaysi davlatdan bog'lanyapsiz? Qayerdasiz? Qaysi shahardasiz? Bu menga ham juda qiziq. Va sizni savollaringiz bemalol kelsa bo'ladi. Mana bitta inson yozganda mana bunday qilib chiqaramiz. Masalan, Humo 097 degan tinglovchimiz kuzatishda davom etyaptilar. Va alaykum assalom deymiz. Hammaga umumiy bo'lajak kanadaliklarga salom aytamiz. Endi biroz insonlar xabar topishlari kerak. O'shaning uchun biz suhbatimizni qizdirib olishimiz kerak ozgina. Qayerdan bog'lanyapsiz, nima bilan shug'ullanasiz, shu haqida ham aytib o'tsangiz men uchun yaxshi bo'ladi va insonlar to'planguncha bir ikkita suhbat qilib turamiz. Savollaringizni ham bemalol yozishingiz mumkin. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Savollar bo'lsa, bemalol ekranga chiqarib javob beraveramiz. Xo'sh, Kanada haqida ko'pincha men suhbatlashaman va aytishingiz mumkin, birinchi marta ishtirok etayotganlar, bu inson kim o'zi, nega Kanada haqida gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Bu tabiiy savol. Men Kanadada 21 yildan beri yashayman. O'zim kasbim immigratsion advokat, immigratsiya bo'yicha mutaxassisman va bizni ayni mutaxassisligimiz biznes immigratsiya, investorlarning immigratsiyasi. Biz o'sha fayllarni olamiz. Lekin ayni paytda butun immigratsiya sohasida bilimimiz kuchli bo'lganligi uchun masalan, turist vizasi, talaba vizasi va ishchi vizalar haqida bilimimizni bo'lishamiz. Shu bilimni bo'lishish maqsadida biz 16-may kuni treyning qilyapmiz. Butun kun treyning bo'ladi, jonli treyning. Bunda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, meni profilimdagi linkka murojaat qiling. Mana insonlardan savol kelishni boshladi. Ularni ko'p kuttirmasdan bemalol savollariga murojaat qilamiz. Va alaykum assalom, Dilnozaxondan salom hammaga va savolga kelamiz Asilbekdan. Asilbek aytayaptilarki, ma'lumotim oliy, musiqa o'qituvchisiman, Kanadaga bormoqchiman. Harakatni nimadan boshlayman? Eng avvalo harakatni til o'rganishdan boshlaysiz. Til o'rganganingizdan keyin sizga ko'p darvozalar, ko'p imkoniyatlar, ko'p ma'lumotlar ochiladi. Chunki Kanada ma'lumotlarini faqat ingliz tilida yoki rus tilida ya'ni ingliz tilida yoki fransuz tilida beradi. Masalan, ingliz tili yoki rus tili yoki o'zbek tilida bermaydi-da. O'shaning uchun ingliz tili va fransuz tiliga qattiq e'tibor berasiz. Biz advokat sifatida o'zbek tilida, rus tilida, turk tilida gapirishimiz mumkin, lekin bizni ma'lumotimiz bizni nimamizdan o'tgan ma'lumot, bizni tushunchamizdan, bizni tajribamizdan o'tgan ma'lumot. Rasmiy ma'lumotlarga ulashmoqchi bo'lsangiz va arizalarni topshirmoqchi bo'lsangiz, unda siz ingliz tili yoki fransuz tilini juda yuqori darajada bilishingiz kerak bo'ladi. O'qituvchilar uchun yo'nalish, umumiy yo'nalish bu express entry yo'nalishida o'rta maktab o'qituvchilari yo'nalishi bor, kasblar ro'yxatida o'qituvchilar bor, lekin unga loyiq bo'lib topilish uchun, ya'ni tanlovdan o'ta bilishingiz uchun siz ingliz tili yoki fransuz tilini juda yetarli darajada, kanadaliklarga dars beradigan darajada bilishingiz kerak bo'ladi. Har bir kasbni o'zini talabi bor. Masalan, o'qituvchi kasbi boshqalarga ta'lim beradi. Boshqalarga ta'lim bera olish qudratiga yoki xususiyatiga ega bo'lish uchun o'sha
ta'lim oluvchining tilini juda yaxshi bilishingiz kerak. Bo'lmasa siz o'zingizni bilimingizni unga o'tkaza olmaysiz. Bu juda nima? Musiqa o'qituvchisi sifatida balki ikkinchi yo'nalishingiz, agar ingliz tilini va fransuz tilini ikkovidan bittasini yaxshi bilsangiz, o'zingizni musiqa maktabingizni ochishingiz mumkin. Lekin bu uchun sarmoya kerak, bu uchun investitsiya kerak. Bizni masalan Singapurlik klientlarimiz bu yerga kelib o'zlarini shaxsiy o'quv markazlarini ochishdi. Ya'ni yosh bolalarni matematika va aniq fanlarga o'qitish. Xuddi shunday boshqa klientlarimiz o'zlarini raqs maktabini ochishdi. Boshqalari musiqa maktabini ochishdi. Lekin u uchun ularda kerakli sarmoya bor, kerakli til bor, kerakli bilim. Endi bilim albatta bo'lishi kerak, bu shubhasiz. Lekin bilimdan tashqari tilni bilishingiz albatta juda muhim. Mana shunaqa nima fikr bildirgan bo'lardim. Agar savollar bo'lsa, bemalol aziz do'stlar, savollarni mana bunday qilib ekranga olib chiqyapmiz. Bugungi suhbat formatimiz biroz boshqacha, chunki tashqarida yomg'ir, biz ichkaridan turib siz bilan suhbat qilyapmiz. Tashqarisida yursak, suhbatimiz juda namlik bo'lar edi. Shuning uchun qayerdan bog'lanyapsiz, qaysi mamlakatdasiz, nega Kanadaga qiziqyapsiz va savolingiz nima? Hammasini bemalol yozishingiz mumkin. Umumiy assalomu alaykum va alaykum assalom dedik. Salom berishingiz ham shart emas. Bemalol nimangizga o'tishingiz mumkin. Savolingizga o'tishingiz mumkin. Mana Dilnozaxondan savol keldi. Assalomu alaykum. Biz inshaalloh ishtirok etamiz. Abdumalik Samarqand. Abdumalik, ishtirok eting albatta. Treningimiz 16-may kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da bo'ladi. Treningga ro'yxatdan o'tish uchun va promo kodni ishlatish uchun meni profilimdagi linkka boring. U yerdagi barcha ma'lumot, o'sha sahifadagi ma'lumotlarni o'qing. Savollarga javob berganmiz, savollarini javobini o'qing. Qanaqa shaklda bo'ladi, nima beriladi, hammasi yozilgan. Qisqacha qilib aytganda 1 kunlik trening beriladi. Treningda jonli qatnashganlar savol-javobda ishtirok etishi mumkin. Yozuvi, video yozuvi beriladi treningda. Undan tashqari biz tayyorlagan, biz tarbiyalagan sun'iy intellekt vositalari ham beriladi. U bilan siz turist vizasi, talaba vizasi va ishchi vizasiga o'z arizangizni xuddi advokatdek tayyorlashingiz mumkin. Bu vositalarni ishlatib bosqichma-bosqich qo'llanma dokumentlar, hujjatlar beriladi. Buni hammasi sizga beriladi. Treningda ishtirok etganlarga bu narsa bemalol istalgan paytda yana qaytadan ko'rib, yana qaytadan bilimlarni kuchaytirishga imkon beradi. Shuning uchun bu treningda ishtirok etish juda afzal deb o'ylayman. Sizni o'rningizda bo'lganimda men albatta ishtirok etardim, chunki kichkina bir summaga siz butun advokatning tajribasini, advokatning usullarini, advokatning vositalarini, hujjatlarini olasiz. Bu sizni o'zingizni kuchaytiradi va mustaqil arizachi bo'lib o'zingiz topshirasiz. Aks holda siz yo advokat olishingiz kerak, yo norasmiy viza agentliklaridan foydalanaman desangiz, bu juda noto'g'ri. Chunki norasmiy viza agentliklari bilan ishlagan insonga nafaqat отказ beriladi, ko'p holatlarda, hozir O'zbekistonda buni ko'p uchratyapmiz. Vaholanki norasmiy viza agentliklarini ishlatgan holda, lekin bu ma'lumotni bermasangiz, menga kimdir yordam berdi deb aytmasangiz, unda sizda noto'g'ri ma'lumot bo'ladi. Chunki arizalarda tushuntirib so'raladi. Sizga bu arizani topshirishda kim yordam berdi? Bironta yordam berdimi desangiz, ha, masalan, oila a'zo yordam berdi, do'stim yordam berdi deb ko'rsatasiz. Bepulga, ular bepulga yordam beradi. Lekin viza agentliklari bular pul oladigan tashkilotlar. Pul oladigan inson bo'lsa, demak u Kanadada advokat bo'lishi kerak yoki immigratsion konsultant bo'lishi kerak. O'shanaqa bo'lmadimi, siz u insondan foydalanganligingiz uchun sizga katta zarar yetishi mumkin. Bu narsani ochiq oydin aytishimiz kerak. Bu qonunchilikda bor, bu tajribada ham ko'rilyapti. O'shaning uchun biz nima qilyapmiz? Sizdan advokat qimmatligi uchun, mana O'zbekiston fuqarolari uchun advokatni 5 ming, 6 ming, 10 ming dollarga olish qimmat. Shuning uchun sizga butun bilimimizni, butun tajribamizni beryapmiz, sizni kuchaytiryapmiz. Siz o'zingiz kuchli bilim bilan, tayyorgarlik bilan kerakli vositalarni ishlatib, o'zingizni nima qilishingiz mumkin, arizangizni kuchaytirishingiz mumkin. Undan tashqari siz aytishingiz mumkinki, men o'zim ChatGPT ni ishlatsam bo'lmaydimi desangiz, yo'q. ChatGPT ni ishlatish bu juda xavfli. Chunki ChatGPT umumiy ma'lumotga ega. Hech qachon advokat tajribasiga ega emas. Ma'lum narsalarni bilmaydi, gallyutsinatsiya qiladi. Yo'q narsani bor qilib ko'rsatishi mumkin. Bu yanada xavfli.
Chunki sizni nimalaringizni, hujjatlaringizni juda yomon ahvolga keltirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Yana insonlar qo'shilyapti. Erkin degan inson, assalomu alaykum, Tojikistondan katta salom. Va alaykum assalom, Tojikistondagi tanishlarimizga hammalariga alangali salom. Va duo ham qilibdilar. Katta rahmat. Allohim sizni bilimingizni yanada ziyoda qilsin. Amin. Amin. Aytganingiz kelsin, barchamizni ilmimiz ziyoda bo'lsin, boshqalarga foydali ilmlarni egallash nasib qilsin. Bu aytgan treningimdan foydalangan holda siz aslida ko'p insonlarga foyda berishingiz mumkin. Biz bu treningni nafaqat ariza topshiruvchilarga, balki immigratsiya sohasidagi professionallarga ham tayyorladik. Ular ham bundan foydalanishlari mumkin. Shuning uchun bu treningni o'tkazib yubormang. 1-may kunigacha yana 5 kun bor. 1-may kunigacha chegirmalarimiz bor. Chegirmani olish uchun early bird promo kodini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Link meni profilimda yana eslatib o'taman. Bugungi nimamiz sal boshqacharoq, aziz do'stlar, sal nimaroq, boshqa formatda sizni ekraningizga chiqyapmiz. Agar bu format yoqsa, siz menga fikringizni bildiring. Bu format yangi bir format, okay? Keling yana savollarga murojaat qilaylik. Yana agar savollar bo'lsa, bemalol. Menimcha hozircha savollar yo'q. Bugun bitta nima qildim? Men yana bitta video chiqardim. Kanada vizasining eng muhim raqami nima? Kanada vizasining ichida, o'sha hujjatning ichida nimalarni biz analiz qilamiz, nimalarni tahlil qilamiz. Buni hammasini yozdik. Buni videoni meni profilimda ko'rsangiz bo'ladi. Kanada vizasini biz mijozlarimizga ko'p olganmiz. Misol tariqasida o'zbekistonlik mijozlarimizga biz ko'p marta viza olganmiz. Shuning uchun bittasini misol tariqasida sizga tahlil qilib berdim. Uni sizdan sizga foydali bo'lish uchun. Boshqa bir insonni savoli keldi. O'sha insonni savolini olaylik. Mana shu savol keldi Humodan. Ingliz tilida beribdilar, o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Men vizani muddatidan ko'proq qolib ketganman o'tmishda. Qaysi davlatda bilmadim. Menimcha katta ehtimol bilan Amerika davlatida. Shuning uchun men hozir jahon chempionatiga bormoqchiman. Mehmon sifatida Kanadaga nazarda tutyaptilar. Bironta maslahat bera olasizmi? Endi qarang, sizni tarixingiz yaxshi emas. Buni siz ham bilasiz. Men aytishim ham shart emas. Overstay, ya'ni muddatidan ko'proq qolib ketgan insonlar bu ularga beriladigan Kanadada qolganman deyapsiz. Mana Kanadada qolgan ekanlar. Buni aniqlab qo'yaylik. Kanadada muddatdan tashqari qolib ketgansiz. Bu Kanadani ko'zi bilan qaraganda sizga ishonch pastga tushib ketgan. Tushunyapsizmi? Sizda credibility deydi buni ingliz tilida. Credibility sizga beriladigan ishonch. Sizga ishonsa bo'ladimi o'zi? O'tmish o'zini nima deydi? Ko'rsatib turibdi o'tmish. Kanadaliklar o'sha credibility, birinchi yolg'ongacha ishonadi sizga. Birinchi overstaygacha nima beradi? Imkon beradi. Benefit of doubt deydi. Ya'ni yaxshi gumonda bo'lay shu insonga deydi. Lekin kelib u gumonni puchakka chiqarsangiz va overstay bo'lsa yoki qandaydir qonunga xilof ravishda qolib ketsangiz, kelajakdagi hukm chiqarishda bu narsa inobatga olinadi. Inobatga olingandan keyin sizga atkaz beriladi. O'shaning uchun sizni hozirgi кейsingiz mana shu berilgan ma'lumotga tayanib aytyapman, kuchli emas. Masalan, men bu keysni olmagan bo'lardim. Agar o'zingiz topshiraman desangiz, baholi qudrat. Bizdan o'rganing, o'sha treningdan o'rganing, topshiring. Endi bu yog'i sizga tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun overstay bo'ldi? Masalan, bizni bitta tanishimizda kelganda 6 oy qolishi kerak edi. 6 oylik muddatda turishi mumkin turist viza bilan. 6 oyning ichida chiqib ketmadi. Sababi bu yerda qattiq jarohat olib operatsiya bo'ldi. Operatsiya bo'lgandan keyin siz yana 6 oyga cho'zdira olasiz. Ya'ni sabab, bular ham inson, bular ham tushunadi. Nega overstay qilganingizni agar siz obyektiv va xolisona tushuntira olsangiz, bu juda muhim. Tushuntira olsangiz, unda sizga qandaydir boshqacha nazar bilan qarasa bo'ladi. Agar yo'q, hech narsa
no justification, hech qanaqa tushuntira olmayman, men prosta qoldim desangiz, unda sizni кейsingiz unchalik kuchli keys emas. Chunki katta ehtimol bilan ularda mana bunaqa proses bo'ladi. Aytadiki, bu insonga hozir viza bersak, jahon chempionatiga kelsa, hali bileti bormi yo'qmi bilmaymiz. Futbolga kira oladimi yo'qmi, u boshqa narsa. Jahon chempionatiga kelsa, bu inson tashqari qolib ketsa bu yerda, biz nima qilamiz deydi. Bu inson kelib qochoq statusiga topshirishi mumkin. Davlatning berilgan qonunlari va protseduralari bor, protokollari bor. Sizni darrov deport qila olmaydi-da davlat ham. Siz qonunga rioya qilmasangiz ham davlat qonunga rioya qiladi. Shuning uchun sizni bir protsesga tiqishga majbur. O'shandan qochish uchun bu insonga bermaganimiz yaxshi bu vizani. Chunki o'tmishda bu inson bizni ishonchimizni oqlamagan, overstay bo'lgan degan xulosaga keladi. Buni hozircha juda muhim sizning savolingiz. Viza ofitseriga borgunicha allaqachon siz filtrdan o'ta olmaysiz. Chunki sun'iy intellekt qaraydi, UCI nomeri nima? Unique Client Identifier. Kanadaga qaysi o'sha nomer bilan sizni taniydi Kanada va u nomer hech qachon o'zgarmaydi. O'sha nomer bilan tanigandan keyin bu insonning tarixini sirazu ko'radi, darrov ko'radi. Bu insonga ishonch bildirish juda qiyin bo'ladi. Agar sizda aytganimdek bir tushuntirish bo'lmasa, nega overstay qildingiz? Nima sizni majbur qildi overstay qilishga? Va bu yerdagi kuningiz qanday o'tdi? Ishladingizmi, ishlamadingizmi va hokazo. Bu juda muhim bir tahlil va sun'iy intellekt bilan hozir Kanada immigratsiya vazirligi juda tez atkazlarni beryapti. Chunki sun'iy intellekt hamma narsani deyarli 90-95% gacha viza ofitserini ishini qilib qo'yapti. Shuning uchun biz AI trainingda, sun'iy intellekt bo'yicha trainingni 16-mayga belgiladik. Endi bunga juda uzun javob berdim. Mana yana bitta inson, assalomu alaykum, Mirjalol Imomaliyevdan savol keldi. Polshadaman, Kanadaga immigratsiya qilmoqchiman. IELTS bor edi 5,5-4 yil avval. Muddati tugagan, to'g'ri 2 yillik muddati bo'ladi. Hozirda olsam nechi kerak? Yoshim 23 da. Siz Kanadaga to'liq immigratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ancha yuqori IELTS kerak va sizning kasbingiz muhim. Sizning yoshingiz yaxshi ekan. Yoshingiz yaxshi, yoshsiz. Kanadaga yoshlar kerak. To'liq immigratsiya haqida gapiryapmiz. O'shani sizni kasbingizni bilishimiz kerak va kasbingiz Kanadadagi hozir immigratsiya programmalariga kiritilgan kasblardan birimi yoki yo'qmi? Ya'ni Express Entry dasturimiz bor. O'shani ostida adashmasam 67 ta kasb bor. O'sha kasblardan birida ishlayapsizmi Polshada masalan? Ish tajribangiz bormi? O'shanda sizni nima imkoniyatlaringizni chamalasa bo'ladi. Hozirgi bergan ma'lumotingizga qaraganda 5,5 masalan 4 yil oldin 5,5 bo'lsa, hozir siz 7,5 ola olsangiz, unda ancha imkoniyatingiz katta bo'lishi mumkin. Magistratura kelishingiz mumkin. 23 yoshda menimcha magistratura bo'lmasa kerak sizda. O'shani bir nima qilasiz? Tahlil qilasiz, okay? Mana bu inson aytyapti, Erkin Tojikistondan, kelasi yil albatta sizga murojaat qilaman. Til o'rganyapman. Hozir yoshim 40 dan o'tdi. Kech bo'lmaydimikan? O'tgan yili AQShdan atkaz olgandim tur vizadan. 40 yoshdan keyin albatta sizni ancha immigratsiya jarayonida kuchsizlanasiz. Kuchingiz pastga tushadi. 40 yoshdan keyin siz yoshlar bilan 23 yoshlik, 24, 29, 28 yoshlik insonlar bilan raqobat qilishingiz kerak. Demak, sizni ulardan ajratib turadigan narsangiz bo'lishi kerak. Masalan, kasbingiz nima? Shu ajratib turishingiz mumkin. Til o'rganyapman deyapsiz, qaysi tilni o'rganyapsiz? Fransuz tili sizni ajratib turishi mumkin. Tushunyapsizmi? 40 yoshdan keyin siz boshqa bu masalaga boshqa narsalar ham olib kelishingiz kerak. Ekstra harakat qilishingiz kerak. Ko'proq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Okay? Osmona degan tinglovchidan keldi savol bu nimaga? Assalomu alaykum. Engineering, ya'ni muhandislik yo'nalishida Kanadani qaysi universitetiga topshirishni maslahat berasiz? Qaysi muhandislik? Civil engineer, computer engineer yoki artificial AI engineer, qaysi biriniga? O'zi bu sohada kuchli universitetlar bu University of Waterloo, University of Toronto, Dalhousie University bor, Queen's University bor. Bular hammasi juda kuchli o'zini sohasida. Masalan, chemical engineering qaysi sohani
nima qilmoqchisiz? Bunga javoban sizni men tavsiyam educanada.ca veb-saytiga taklif qilaman. O'sha veb-saytda siz nima qilishingiz mumkin? Ko'p ma'lumot olishingiz mumkin. Hozir men bu veb-saytni masalan qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, educanada.ca. Hozir men sizga bu veb-saytni olib chiqaman. 1 sekund. Ekranga qanday olib chiqardim? Bu narsa mana educanada.ca, educanada.ca. Endi bu hozir ekranda sal boshqacha ko'rinyapti. Mana bunday qilsam yaxshiroq ko'rinadi menimcha. Bu juda muhim veb-sayt. Talaba bo'lmoqchi bo'lganlar uchun davlat tomonidan yuritiladigan veb-sayt. educanada.ca. Bu yerda ingliz tili va fransuz tilida bu veb-sayt. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu logotip bo'lsa, bu davlat tomonidan ishlatiladigan logotip, boshqalar ishlata olmaydi bu logotipni. Kirasiz educanada.ca ning ichida mana hamma narsa bor. O'zingizni ilm o'rganmoqchi bo'lsangiz, sayohatingizni shu yerdan topasiz. Mana o'qish xarajatlari, vizalar haqida ma'lumotlar, grantlarni qidirish ma'lumotlari, o'qish paytida ishlash haqida ma'lumotlar, Kanada ta'lim sistemasi haqida ma'lumotlar, universitetlar va kollejlarni qidirish haqida ma'lumotlar. Hammasi shu yerda. Masalan, siz olasiz universitet va kollejlarni qidirasiz. Keyword bilan qidirasiz. Aytasizki, engineering deysiz masalan. Engineering, right? Engineering. Oops, men ham hozir typingda sekinlashib ketdi. Engineering. Umumiy nima berasiz? Nima? Mana chiqib kelyapti hammasi, lekin bu juda keng tanlov. Siz mana 1593 ta rezultatni qarab chiqishingiz qiyin. Shuning uchun siz nima qilasiz? Tanlaysiz. Qaysi soha bo'yicha tanlaysiz yoki qaysi tilda o'qishingiz, masalan, ingliz tilida, qaysi urovenda o'qimoqchisiz? Magistraturami, doktoranturami? Shularni tanlab o'zingiz qidirasiz. Masalan, magistraturani tanlaylik. Qaysi viloyatda o'qimoqchisiz? Endi buni hozir sizga ahamiyati yo'q, hammasini qidiramiz. Mana bu yerda 335 ta rezultat chiqdi, to'g'rimi? 335 ta natija chiqdi. Ketdik. Bu yog'i uje o'zingizda nimangizga bog'liq. Magistratura, biological engineering qaysinisiga ko'nglingiz tusasa, o'shani qilishingiz mumkin. Okay? Mana shunaqa juda foydali nimalar bor, juda foydali kontentlar bor. Siz bu narsani o'zingiz aniqlab olishingiz mumkin educanada.ca veb-saytida. Men hozir buni nima qilib qo'yaman? Adashmasam, bu narsani mana siz ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Ekranda. Albatta kichkina ekran, bu narsani qilish qiyin kichkina ekranda. Kompyuter orqali qilsangiz bo'ladi. Siz albatta Kanadaga kelmoqchimisiz? Sizga albatta vositalardan biri bu kompyuter kerak, telefon emas. Telefon tashlab yuborsangiz bo'ladi. Telefoningiz qimmat bo'lsa, borib kompyuterga almashtiring. Ikkinchisi vosita bu internet kerak. Mana shu ikkita narsa bo'lmasa, siz Kanadaga immigratsiya qila olmaysiz. Mana shu narsalardan, buyumlardan desak, shu ikkita narsa juda muhim. Ko'p insonlar salom berishyapti. Va alaykum assalom hammaga. Kanada mana yana juda ko'p so'ralgan, 1000 marta so'ralgan savol. Kanadaga turist viza bilan borib, qolib ketsa bo'ladimi? Kim sifatida qolib ketasiz? Nelegal sifatida odamlar qolib ketyapti. Nelegal bo'lmoqchimisiz? Yoki kim sifatida qolib ketmoqchisiz? Shuni ham ayting-da. Qolib ketsa deganda o'zbeklar juda ko'p narsani tushunadi. Qolib ketsa nelegaldan tortib to turmush qurish, erga tegish yoki turmush o'rtoq topishgacha-da. Ya'ni bu spektrum juda keng spektrum. Siz kim sifatida qolmoqchisiz? Shuni ayting. O'shanga qarab javob beraman. Emigratsiya qilib qolib ketsa bo'ladimi deb aniqlabsiz. Emigratsiya qilish uchun Kanadaning ichida bo'lish shart emas. Kanadaning ichiga turist bo'lib kelgan odam faqat til o'rganishi mumkin, emigratsiyaga foydasi tegadigan. Va atrof muhitni qarashi mumkin. Qayerda yashamoqchiman, nima qilmoqchiman, razvedkaga kelsa bo'ladi. Lekin immigratsiya qilib qolib ketish yo'llari bor. Qanaqa yo'lni tanlamoqchisiz? Biznes immigratsiya qilmoqchimisiz? Unda kelib biznes imkonlarini ko'rasiz. Ba'zilar keladi, turist bo'lib qochoq statusiga topshiradi. Yolg'on qochoq. Bu noto'g'ri narsa. Vatanimizdan biz qochoq emasmiz. Chunki bemalol yuribmiz vatanimizda. Xudoga shukr.
O'shaning uchun siz kim sifatida immigratsiya qilmoqchisiz? Bu ham muhim. Umumiy gap, agar biznes immigratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri kelib, sharoitlarni ko'rishda katta foyda bor. Keling, ko'ring, lekin qonunni buzmang, qolib ketmang. Yana vataningizga qayting. Sizga ishonch paydo bo'ladi. Kanada aytadiki, ha, bu inson kirdi, bu inson tartib bilan chiqdi. Bu insonga biz ishonsak bo'ladi. Ertaga student bo'lishingiz mumkin, ertaga boshqa yo'nalish tanlashingiz mumkin. Sizni tarixiy sizga yordam beradi. Aytadiki, bu insonga ishonsak bo'ladi. Bu inson bizni aldamas ekan. Aytganini qildi, chiqdi, ketdi. O'shaning uchun kelsa bo'ladi. Va sizni qilgan xatti-harakatingiz sizni millatdoshingiz boshqa insonlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bu narsani unutmaylik. Mana savol yana keldi. Aka, PR ga 1 yil staj bo'lgandan keyin hujjat topshiriladimi? To'g'ri, 1 yil stajdan keyin topshiriladi. Chunki menga deya olmaysiz. Men 10 oy ishladim, hozir topshirib qo'yay, 2 oydan keyin meni stajim to'ladi deya olmaysiz. Yo'q. 12 oyda to'ldirasiz, staj bo'ladi, ana undan keyin topshirasiz. PR ga emas, siz profil yaratasiz. PR ga sizni taklif qilgandan keyin topshirasiz. Siz oldin bazaga kirasiz, Express Entry bazasiga. Ballaringizni hisoblaydi davlat. Aytadiki, shunga shuncha ball, bunga buncha ball. Keyin har 2 haftada biz ballarga qarab, davlat ballariga qarab insonlarni, tegishli insonlarni taklif qiladi. O'shandan keyin siz permanent residence ga topshirasiz. Siz oldin haligi, masalan, hovliga darvozadan kirasiz, hovlida turasiz. Keyin uyga taklif qilishganda, keyin uyga kirasiz. O'zingiz to'g'ridan-to'g'ri uyga kirib ketmaysiz. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa bir o'xshatish qilsak bo'ladi. Yana ko'p insonlar hozir bog'lanishdi, sekin-sekin savollarga kelyapmiz. Sabr qilib kutib turganlarga katta rahmat. Kasbim boshlang'ich ta'limda ingliz tili o'qituvchisiman. 6 oydan beri ishlayapman. Shu kasbim bilan imkoniyat qanaqa? Ingliz tili o'qituvchilar, o'rta maktab o'qituvchilari uchun Express Entry dasturi chiqqan. Bu haqida meni webinarim ham bor. YouTube kanalimga borib topsangiz bo'ladi va webinarning videosini va tegishli hujjatlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha YouTubening ostidagi linkka murojaat qiling. Bu haqida hozir men sizga ma'lumot qisqacha aytib o'tay. Express Entry kategoriyalarga qarab tanlov boshladi. Express Entry dasturi bu asosiy immigratsiya dasturimiz. Mana hozir bu yerda nima, men sizga hozir ekranga olib chiqaman. Xudo xolasa, mana ekranga olib chiqdim. Ekran endi siz telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, kichkina bir ekran, afsuski. Mana Express Entry dasturi bu davlat veb-sayti. Kirasiz, mana bu yerda kategoriyalar bor. Qaysi kategoriya bo'yicha olyapti? Bu doimiy yashovchi sifatida olyapti. Bu boshqa dastur emas. Ko'p odamlar dasturlarni aralashtirib yuboradi-da. Turistni bu bilan aralashtiradi, uni bu bilan, unaqa emas. Mana bu mutaxassisga quloq solsangiz, kategoriyalar aniq. Fransuz tili kategoriyasi, healthcare, tibbiyot sohasi va ijtimoiy servislar sohasi, STEM sohasi, aniq fanlar sohasi, hunarmandchilik sohasi, bu har xil qo'l mehnatiga tayangan, ta'lim sohasi. Mana shu ta'lim sohasida to'xtaymiz siz bilan. Ta'lim sohasini qarab chiqamiz. Mana bu yerda bitta knopkani bossangiz, kimlarni olyapti, kimlarga ehtiyoj bor desangiz, mana boshlandi. Boshlang'ich maktab o'qituvchilarining assistentlari. Bu bizni kasblarning kodlari. Mana shu kasblarning kodlarini birma-bir biz nima o'rganib chiqib, biz o'sha webinarimizni PDF dokumentlarni hammasini kiritganmiz. Bu yerda 67 mi 87 ta kasb bor. Hammasini kodlarini berganmiz. Bu davlatni kodlashtirish sistemasi. Har bir kasbga bittadan kod bergan. Mana sizga to'g'ri keladigan o'qituvchi bu bog'cha va boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi kodi mana 41221. Mana shu kasbni agar siz talablariga javob bersangiz yoki mana bu kasb, bu o'rta maktab o'qituvchilari, bu boshlang'ich maktab o'qituvchilari, mana shu kodlarga qarab o'zingizni shansingizni baholashingiz mumkin. Qani men shu kasbni, Kanadadagi shu kasbni talablariga javob bera olamanmi? Lekin sizda kamida mana bu yerda yozib qo'ygan, kim to'g'ri keladi bu sohaga desa, oxirgi 3 yilda kamida 12 oy to'liq stavkada ishlagan insonlar bo'ladi. Ish tajribasi Kanadaning ichida ham bo'lishi mumkin, Kanada tashqarisida ham bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shu uchun siz bu narsani sinchiklab o'rganib chiqishingiz kerak. Siz allaqachon ingliz tilini yaxshi biladigan o'qituvchi sifatida shundan foydalansangiz bo'ladi. YouTube ga borsangiz, men hozir YouTube da ham ko'rsatishim mumkin. YouTube,
YouTube'ga borasizda Rahmat Sobirov deb qidirasiz. Rahmat Sobirov deb qidirasiz. Mana meni bu kanalim. Okay? Mana shu kanalda videolar bor. Mana videolar bor. Bu videolarni mana Kanadaga ko'chishning yangi imkonlari degan video bor mana shu. Mana shu videoni ostida, mana shu videoni boshlasak, bu 3,5 soatlik webinar. Bu videoni ostida nima bor? Mana treyning, mana shu veb-saytga kirasiz, treyning veb-saytiga. Buni bossangiz, mana shu videoni zapislari va butun ko'chish imkonlarini ga tegishli hujjatlar va hokazo dokumentlarni $10 ga, 10 Kanada dollari, bu 90 ming so'm bo'lar ekan o'zbek tilida, o'zbek so'mida. Shuni olsangiz bo'ladi. Va butun videoni qaytadan qarab chiqib, o'zingizga kerakli xulosalarni olib, hujjat bizda aynan qanaqa hujjat? Bu hujjat o'sha PDF hujjati, har bir kasbni tushuntirib chiqqan hujjat. Bu narsani siz o'zingiz qilaman desangiz, soatlab, kerak bo'lsa kunlab vaqtingiz ketadi. Lekin mana bu yerda biz arzonginaga sizga taklif qilyapmiz. Buni o'zingiz borib xulosa qilib olishingiz mumkin. Mana shunaqa do'stlar, yana savollarda davom etamiz. Savollarni mana uni olib tashlashim kerak. Yuzimga savol chiqib qolibdi. Buni olib tashlaymanda. Savollarga davom etamiz. Bugun suhbatimiz yana yarim soat davom etadi, chunki 1 soatlik suhbat qilmoqchiman. Siz bilan Xudo xolasa savollarda davom etamiz. Va alaykum assalom, hammaga alangali salom. Keyin biomedical engineering yo'nalishida o'qimoqchiman debdilar. Osmona o'sha Edu Canada qismiga borib, kerakli biomedical engineeringni topasiz. Akmalxondan savol, Kanadaga eng yaxshi kandidatlar degan edingiz. Kanadada eng yaxshi kandidatlar degan edingiz. Biz kabi jaydari omadi kelganlar bormi? Endi Kanada immigratsion sistemasini va vizasini suiiste'mol qilgan odamlar juda ko'p. Nafaqat bizdan, balki boshqa millatlardan ham. Lekin ular sizga o'rnak bo'lmaslik kerak. Siz o'rnakni boshqa tomondan toping. O'shanda sizni, endi siz jaydari deyapsiz, lekin balki siz ham juda ilmli inson bo'lishingiz mumkin. Demoqchi bo'lganim, odamlar o'rnak qidirishda adashmasligi kerak-da. E'tibor berishingiz kerak. Siz kimdan misol olyapsiz? Kimdan andazani olyapsiz? Kimga hayotingizni moslashtiryapsiz? Shunga juda qattiq e'tibor bering. Men xohlardimki, Kanadaga eng zo'r, eng ilmli, eng qonunni himoya qiladigan, qonunga amal qiladigan insonlar kelsa, bizni millatimizga, bizni obro'yimizga juda katta foyda bo'ladi. Juda katta foyda bo'ladi. O'sha suhbatimizni boshida aytganimdek, UCI nomeri bilan davlat hamma xatti-harakatlaringizni ko'rib turadi Kanadada. Nima qilyapsiz? Qolib ketdingizmi yoki nelegal bo'ldingizmi? Qaysi statusni ko'zlayapsiz? Qochoq statusga topshirdingizmi yoki boshqa narsagami? Demak, biz o'zimizni ustimizda hozirgi kungacha millat sifatida qanchalik, kechirasiz, o'zimizni obro'imizni rasvo qilgan bo'lsak, 30 yilmi bu 40 yilmi, xuddi shuncha yil kerak bo'ladi, undan ham ko'p kerak bo'ladi. Endi obro'yimizni tiklash uchun. Shuning uchun jaydari deganda siz agar qolib ketgan, ilmsiz, inglizini bilmaydigan insonlarni nazarda tutgan bo'lsangiz, u narsalar bor. Hamma jamiyatda bor, hamma joyda bor. Lekin siz o'shalardan nima olasizmi? Dars olasizmi? Yoki siz o'shalarning yo'lini tutasizmi? Bu ham boshqa bir masala, o'zingizga qolgan masala. Savol keldi Mirjaloldan. Men hozir Polshadaman. Polshada hozir o'qiyman. Pul boshqaruvida bakalavrda, FTMO, pul boshqaruv property company, okay. Pul boshqarganim barcha statistikalar va pul chiqarganlarim, barcha sertifikatlarim mavjud. Okay. Savol nima ekan? Savolni olsak, savolni olamiz. Siz savolingizni to'liq bersangiz yaxshi bo'lardi.
Rahmat debdilar Osmona educanada.ca veb-saytini tavsiya qilganingiz uchun. Salomat bo'ling. Bu veb-sayt davlatning veb-sayti. Bu mening veb-saytim emas. Tavsiya qiladigan, eng ko'p tavsiya qiladigan veb-saytim shu aslida. Agar o'qish niyatida bo'lsangiz. Mana savol keldi Hamidullohdan. Assalomu alaykum. Men trak haydovchisiman. Trak haydovchisi bo'lib ishchi viza qilib borsam bo'ladimi? Umumiy javob nazariyada bo'ladi. Lekin siz qanaqa trak, ingliz tilini bilasizmi? Amerikada ishlaganmisiz yoki qolib ketganmisiz yoki statusingiz qanaqa? Ya'ni har xil variantlar bor. Umumiy gap ha bo'ladi, lekin siz ish taklifi olib keyin harakat qilishingiz kerak. Trak haydovchisi sifatida Kanadani tashqarisidan turib, Kanadani ichkarisidagi ishxonadan ish taklifi ola olasizmi? Bu sizga savol. Bu men javob bera olmayman bu savolga. Agar ha ola olaman desangiz, undan keyin ishchi vizaga topshirsangiz bo'ladi. Ishchi vizaga sababsiz, asossiz topshira olmaysiz. Men xohladim, ishchi vizaga topshirdim bo'lmaydi. Asos nima bo'ladi? Kanadadan ish taklifini oldim. Mana elchixona, mana bu ishchi vizaga men topshiryapman deb topshirasiz. O'shanda keyin sizni hujjatingiz qarab chiqiladi. Prosta men ishlamoqchiman, trak haydovchi bo'lmoqchiman deb umumiy asossiz topshira olmaysiz. Bir asos kerak. O'sha asosni ola olsangiz, baholi qudrat topshirsangiz bo'ladi. Yana savol keldi, rus tilida savol keldi. Здравствуйте, можете подсказать, за какое время выходит студенческие и туристические визы? Диля, в зависимости из какой страны вы подаете. Если вы подаете по гражданству Узбекистана, находясь в Узбекистане, тогда вы можете это проверить на веб-сайте. Сразу я сейчас открою этот веб-сайт иммиграционного министерства. Я сейчас покажу вам. Если вы посмотрите здесь, на английском написано, проверяйте время процесса по разным визам. Например, вы говорите про туристическую и студенческую визу. Если вы подаете, это вы подаете за пределами Канады, и вы, если подаете из Узбекистана, вот, мы сразу выбираем Узбекистан. Я подозреваю, что вы из Узбекистана. Вот, пожалуйста. Статистически, это последняя статистика 22 апреля, 3 дня тому назад, 23 дня на туристическую визу. Окей? 23 дня. Плюс-минус месяц. Если вы посмотрите на студенческую визу из Узбекистана, посмотрим из Узбекистана, тогда это тоже еще не обновили статистику, поэтому no processing time еще неизвестно, но это каждую неделю, каждые 2 недели обновляется. Вот здесь вы можете все это проверить. Понимаете? Вот это государственный веб-сайт. Вы можете этот веб-сайт найти с помощью Google. Вы можете сказать IRCC Processing Times. Окей? И все. Вот этот первый веб-сайт, это куда вам придется зайти и проверить эти все данные. Окей? Вот так. Теперь я возвращаюсь на ваш вопрос. Aziz do'stlar, Dila degan tinglovchimiz so'radilar, qanday qilib hozir turistik vizalar qanchada chiqyapti va talaba vizalari qanchada chiqyapti degan savol berdilar. O'sha savolga javoban men qanday qilib topishni ko'rsatdim. O'sha veb-saytga borsangiz, Google'da IRCC Processing Time deb Google qilsangiz, birinchi chiqadigan davlat veb-saytiga borasiz. Kerakli savollarga javob berasiz va sizga taxminan mana turistik vizalar 23 kunda deyapti, lekin meni to'g'risi taxminim 1 oy deyman har doim. 1 oy, 1,5 oy deyman, chunki plus minus baribir ham bu statistika salgina o'zgarib turadi. Shuning uchun shunga tayyor bo'lamiz. Men hozir bir ikkita texnik tomondan nimani tekshirishim kerak. Ovozimiz yaxshi ketyaptimi? Ha, juda yaxshi ketyapti. Menimcha ko'p insonlar ishtirok etishyapti. Katta rahmat. Aktiv ishtirok etganlarga. Endi yana keyingi savolga o'tamiz. Halimovadan savol keldi. Hozirda yaxshiroq yo'l fransuz tili orqalimi? Necha yil davom etadi bu kategoriya? Endi qarang, agar siz qarangda hozir bir narsa desam sal noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Sizni men yaxshi bilmasdan sizga qaysi yaxshi, qaysi yomonligini ayta olmayman. Umumiy qilib qarasak,
fransuz tilidan tanlovlar ko'proq bo'lyapti. O'shani hozir men internetda ko'rsataman, nima demoqchi bo'lganimni isbotlab beraman. Bu sizga yaxshiroqmi yoki boshqaga yaxshiroqmi? Buni biz aniqlay olmaymiz. O'shani hozir men nima qilaman? Express entry haqida gapiryapmiz. Express entryni hozir topamiz. Mana masalan ekranga olib kelamiz buni. Ekranga olib kelganimizda ko'ramizki, mana Express Entry Draw deb qidirasiz va Express Entry raundlariga, ya'ni tanlash raundlariga qaraymiz. Oxirgi tanlov raundi 15-aprel kuni bo'ldi. Bu taxminan 7 kun oldin, 10 kun oldin bo'libdi, uzr. 10 kun oldin bo'ldi. 4000 ta fransuz tilini biladiganlar tanlab olishdi. Endi o'tmishdagi raundlarni qaraymiz. O'tmishdagi raundlar bizga nima deydi? 4000 ta fransuz tilini oldik 15-aprel kuni. Yana fransuz tilini oldik 4000 ta. Ko'ryapsizmi raqamlarda? 8000 bo'ldimi? Hali boshqalarini o'ylamayapman. Shu mart-aprel oyini qarayapman. Keyin yana ketdik pastga qarab. Yana 5,5 tani oldimi? Mana mart oyida. Mana fevral oyida mana fransuz tili 8,5 tani oldimi? Endi hisoblang. Men matematikani yaxshi bilmayman. 8,5 4, 12,5. Keyin yana 12,5 ga 5, 17, 12,5, 18,000. 18,000 dan keyin mana 22,000. Mana 22,000 dan keyin yana 4,000, nima? 26,000. Aprel, mart, fevralda qaradik. Demak, xulosa nima bo'ladi? Hozir fransuz tilidan tanlovlar tez-tez bo'lib turibdi degan xulosani beradi. Bu yaxshimi, yomonmi? Bu sizga bog'liq. Sizni kvalifikatsiyangizga bog'liq. Bu narsani yaxshi yomon deyish biroz xavfli-da. O'shaning uchun ko'p blogerlar, fransuz tili bilan o'tasiz deydi. Inson, sen bitta retsept beryapsan, taxminan 8 milliard odamga beryapsan o'sha retseptni. Qanday bo'ladi? Hammaga to'g'ri kelmaydi fransuz tili. Hammaga ham yaxshi bo'lmaydi fransuz tili. Sizga yaxshi bo'lishi mumkin, lekin yoningizdagi singlingizga, opangizga yaxshi bo'lmaydi. O'shaning uchun sizni o'tirib tahlil qilishimiz kerak. O'tirib siz bilan 1 soat kamida vaqt o'tkazishimiz kerak. Qaysi yo'l yaxshi, qaysi yo'l xavfli, qaysi yo'lda kuchsizsiz, qaysi yo'lda kuchsizsiz. Bu narsani o'sha konsultatsiya, bu haligi Atsenka Shansov emas. Atsenka Shansov bu yozadi, shablonni taqitib beradi, qo'lingizga bor deydi, aylanib ket deydi. Biz o'tirib sizni doktorga o'xshab, avlodlaringizda kasallik bormi? Nimadan shikoyatdasiz? Issiq mijozmisiz, sovuq mijozmisiz? Har xilini o'tirib bu narsani xuddi doktorga o'xshab tahlil qilish kerak. O'shaning uchun yaxshiroqmi deganda fransuz tilini bilganlar uchun hozir tanlovlar ko'proq bo'lyapti deb xulosani shu yerda to'xtataman. Chunki yaxshi yomonni men hali baholashga yetarlicha ma'lumotim yo'q siz haqingizda. O'shaning uchun ko'p narsani menimcha mutaxassis bilan ishlasangiz boshqacha bo'ladi-da. Haligi nima bilan qanday mutaxassis bo'lmagan insonlar ko'p narsani aytaveradi. Lekin sizga yoqish uchun aytar balki. Qulog'ingizga zo'r eshitiladi. Siz orzularga cho'mib ketasiz. Deysiz, men o'sha Kanadadaman deysiz. O'shaning uchun trezve, haligi sovuqqonlik bilan fikrlaydigan mutaxassis bilan ishlasangiz ham umidlaringiz puchga chiqmaydi, ya'ni to'g'ri umidlar qo'yasiz va o'shanga yarasha harakat qilasiz. Bo'lmasa, voy men to'g'ri kelar ekanman, mana pulni oling, meni Kanadaga olib keting, mana sizga pul, mana sizga nima. O'shaning uchun yaxshiroqmi degan savolga men bilmayman deb javob beraman. Umumiy tendensiyani ko'rdik siz bilan mana. 26,000 ta insonni, taxminan 26,000 ta insonni tanlab, fransuz tilini bilganlari uchun tanlab, mart-aprel, fevral oylarida, mart-aprel oylarida shunaqa tanlov bo'ldi. 26,000 ta odam. Bu bir signal aslida. Lekin sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, buni o'tirib tahlil qilishimiz kerak. Yana savol bo'lsa bemalol savollarni men olyapman birma-bir. Bugungi formatimiz salgina boshqacha. Sizga bu format yoqyaptimi, yo'qmi? Savollar kelguncha men bir ikkita e'lonlarda qilaman. E'lonimiz shuki, 16-may kuni Xudo xolasa bizda trening bo'ladi. Turist viza, talaba viza va ishchi vizaga topshirishni biz sizga o'rgatamiz advokatlar sifatida. 1 kunlik trening, jonli treningga qatnashsangiz savol-javobga ham qatnasha olasiz.
Undan tashqari biz AI vositalarini yaratganmiz, ularni tarbiyalaganmiz. Bu haligi oddiy ChatGPT emas, internetda topadigan, bu advokatlar tomonidan yaratilgan bir vosita. O'shalarni biz yaratib sizga beramiz, bilim beramiz, hujjatlarni beramiz. O'zingiz bemalol hech kim advokatni xarajatini qilmasdan borib o'zingiz qonuniy yo'llar bilan topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'shani sizga o'rgatamiz. Bilim beramiz. Ya'ni bu narsa bizga siz butun bilimimizni minglab insonlarga tarqatishga yo'l bo'ladi, yaxshi bir vosita bo'ladi. Endi savollarga kelamiz, agar savollaringiz bo'lsa. Savollar bormi? Mana intizor degan inson aloqaga chiqdilar. Va alaykum assalom, yaxshi rahmat. Savolingiz bormi? Savolingiz bo'lsa, bemalol savollarni olishimiz mumkin. Agar savol bo'lmasa, demak biz taxminan 45 daqiqa suhbatlashdik, 47 daqiqa bo'libdi. Agar savollar bo'lmasa, xayrlashamiz aziz do'stlar. Savol bo'lsa, olishimiz mumkin. Bu jonli efir. Sizdan savol bo'lsagina men davom etaman, savol bo'lmasa xayrlashamiz. Yana bir 10 sekund kutib turaman, 10-15 sekund. O'shanga savollar bo'lsa bemalol. Bo'ldi. Savollar yo'q menimcha. Mana kutyapmiz. Savol bo'lsa aytishingiz mumkin, savol bo'lmasa xayrlashamiz. Mana savol keldi. Bitta savolni hozir olamiz. Tursun Xo'ja deyaptilar. Men futbolga boraman deb viza olsam bo'ladimi? Agar futbolga boraman desangiz, futbol qanday asoslaysiz? Biletingiz bo'lishi kerak, to'g'rimi? Futbol o'yiniga kirish uchun. Agar shunaqa bo'lsa, buni asos sifatida, ya'ni ingliz tilida buni purpose of visit deydi. Kanadaga kelish maqsadingiz. O'shani ko'rsatish uchun sizda bilet bo'lishi kerak. Agar biletingiz bo'lsa, uje katta bir plus. Lekin o'zi immigratsiya vazirligi aytib qo'yganki, bileti bor degani bu viza albatta chiqadi degani emas. Har bir viza arizachi hujjatlari hammasini birma-bir tekshirib chiqadi. Har biriga alohida javob beradi. Futbolga kelyapman deganingiz Kanada uchun unchalik ob-havoni o'zgartirmaydi. Ha, kelyapti, futbolga kelishi mumkin, boshqa narsaga kelishi mumkin. Niagara sharsharasini ko'rishga kelishi mumkin. Lekin bu narsa sizga bir garantiya degani emas. Tushunyapsizmi? Sizni futbol biletingizdan tashqari boshqa nimalaringiz bor? Vataningizga bog'liqligingiz bormi? Vataningizda oyliklik yaxshi ishingiz bormi? Boshqa davlatlarga sayohat qilganmiz, xuddi shunday futbolga. Masalan, Barcelona, Real Madrid o'yinini borib Ispaniyada ko'rganmisiz? Nega aynan bir kun kelib 26-yil siz birdaniga jahon chempionatiga kelyapsiz? Ya'ni bu narsani tushuntira bilish kerak inson. O'shanday tushuntira olsangiz, mantiqiy ravishda, unda sizni arizangiz kuchliroq bo'ladi. O'shanda ham aytmayapman, viza chiqadi deb aytmayapman. Kuchliroq bo'ladi. Biz har bir qadamimizda arizamizni kuchliroq qilishga harakat qilishimiz kerak. Bu bizda o'tmishimizdagi tariximiz, vatanimizdagi holatimiz va hokazo va hokazo. Juda ko'p narsalar ta'sir qiladi. Faqatgina futbolga boraman, mana biletim bor, final o'yiniga biletim bor desangiz ham bu narsa sizga vizani garantiya qilmaydi, kafolatlamaydi. Mana savol keldi Halimovadan. 24 yoshdaman, bakalavr daraja orqali demoqchisiz menimcha. Oilali, bakalavr daraja bor deyapsiz. Oilali student vizadan atkaz bor. Shunga PR ga harakat qilmoqchiman fransuz tili orqali. Siz o'tmishda topshirgan talaba vizasi bu vaqtincha kelish viza turlariga kiradi. Vaqtincha kelish viza turlarida siz atkazingizni sababi bu yolg'on ma'lumot berish bo'lmasa, ya'ni atkazingiz sababi boshqa narsa bo'lsa, demak siz doimiy yashovchi statusiga topshirishingiz mumkin, lekin baribir ham siz bergan ma'lumotlar davlat tomonidan saqlanib turadi. Oldingi bergan ma'lumotingiz bilan keyingi bergan ma'lumotingiz mutanosibligi yaxshi bo'lishi kerak. Haligi inconsistency bo'lmashi kerak. Masalan, misol uchun keltiraman. Student vizaga topshirganingizda siz zavodni direktoriman deb topshirdingiz. Masalan, pulim ko'p, zavodni direktoriman, o'qishga bormoqchiman dedingiz. Lekin endi doimiy yashovchi sifatida topshirayotganingizda zavod direktorligingiz ko'rinmayapti.
Ha, demak, qaysidir birida siz yolg'on gapiryapsiz. Yo o'tmishda yolg'on gapirdingiz, yo hozir yolg'on gapiryapsiz. Shu mutanosiblikni saqlash kerak. O'shaning uchun davlatga berayotgan har qanday ma'lumotingiz juda sifatli, juda haqqoniy, haqiqatga tayangan bo'lishi kerak. O'ylab topilgan bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun siz o'tmishni o'zgartira olmaganligingiz uchun kelajagingizga o'sha narsa ta'sir qilishi mumkin. Ana shu nuqtai nazardan ta'sir qiladi. O'shaning uchun siz o'tmishda topshirganingizda umid qilamanki, o'zingiz topshirgansiz, qaysidir viza agentligi yoki norasmiy agentlardan emas. Atkaz sababingiz umid qilamanki, yolg'on ma'lumot bo'lganligi emas sababi, boshqa bir umumiy sabablar, masalan, biz sizga ishonmaymiz yoki o'qish dasturingiz to'g'ri kelmaydi degan gaplar bo'lsa, u normal gaplar. Lekin noto'g'ri ma'lumot ketib qolgan bo'lsa, ana shunisi qiyin. Endi kelajakda topshirsangiz bo'ladi. Permanent residence ga topshira olmaysiz degan gap yo'q. O'tmishda boshqa vizaga topshirdingiz, endi boshqa vizaga to'g'ri kelsangiz, permanent residence ga topshirsangiz bo'ladi. Okay? Yana savol keldi. Men Polshada ishlayman. Xo'p, Polshada ishlaysiz, Tursunxo'ja, yaxshi. Futbolga borasizmi? Futbol shaydosimisiz? Masalan, Ispaniyaga bordingizmi futbol ko'rgani? Kanadaga kelishni aynan nega futbolga tirab nima qilyapsiz? Asoslanib qilyapsiz. Kelsangiz bo'ladi, agar o'yinlarga bilet olsangiz, esingizdan chiqmasin, Torontoda o'yinlar bo'ladi, Vankuverda o'yinlar bo'ladi. Bu guruh bosqichlari o'yinlari bo'ladi. Ya'ni siz O'zbekiston Kanadada o'ynamaydi masalan. Sizni bog'liqligingiz qanday? Ya'ni mantiqiy tushuntira bilishingiz kerak. Mantiqsiz ko'ringan narsa atkaz oladi har doim. Nomutanosiblik, xatolar bo'lsa, texnik xato, bu yerda A dedingiz, bu yerda B deyapsiz. O'shani aniqlash uchun inson ko'zi bilan normal ko'rilgan narsa Kanada vazirligi sun'iy intellekt tomonidan sun'iy intellekt bilan ishlayotganligi uchun u xatolarni 1 sekundda topadi sun'iy intellekt. Yoki nomutanosiblikni 1 sekundda topadi. Biz o'sha nomutanosiblikni, xatolarni kamaytirish uchun 16-may kuni treyning qilyapmiz. Qanday qilib turist vizaga topshirasiz? Qanday qilib talaba vizaga topshirasiz? To'g'ri, advokatning bilimidan foydalanib. Qanday qilib ishchi vizaga topshirasiz? Buni hammasini sinchiklab o'rgatyapmiz. Bu narsadan siz foydalanishingiz uchun. Yana savol keldi. Yaqin 3 yilda fransuz tili bo'yicha imkoniyatlar yuqorimi? Menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki Kanada immigratsiya vazirligining rejalariga qarasangiz, doimiy yashovchilar sonining kamida 10%ni fransuz tili biladiganlarga ajratishmoqchi. Bu doimiy yashovchilar haqida. Hali vaqtincha keladiganlarda yana mobilite frankofon degan programmasi bor. Yana fransuz tili sizga plus. Doimiy yashashga ham plus, o'qishga ham plus, vaqtincha kelishga ham plus. Fransuz tili menimcha obro'sini yo'qotmaydi. Salomat bo'ling, Tursunxo'ja, ishlaringizga omad. Polshada yurgan bo'lsangiz, tinch omon, qonuniy yo'llar bilan o'zingizni rizqingizni terib yuring. Omadlar tilayman. Rahmat. Akmalxondan yana aniq savol keldi. Я был в Саудовской Аравии примерно 15 дней на поездку умра, да? И искусственный интеллект говорит, что это может стать проблемой или проверять были связи с какой-то группами. Наших бывает там 100 тысяч, это займет много времени. Ну, вот галлюцинация искусственного интеллекта явный пример. Галлюцинация – это та ситуация, когда искусственный интеллект удовлетворяет ваше волнение. Вы спросили, будет ли это проблемой? Да, это будет проблема, остерегайтесь, это галлюцинация уже. Были люди, которые жили в Иране, жили в Ираке, в Саудовской Аравии они жили, не только ездили на умру, понимаете? Поэтому не надо всегда верить, не надо 100% верить искусственному интеллекту. Он галлюцинирует, он придумывает вещи, придумывает вам волнение. Он продолжает с вами диалог, понимаете? Поэтому мы создали те средства насчет AI tools, на искусственном интеллекте, используя искусственный интеллект. Мы тестировали это на нашей практике, и мы будем это вам показывать во время тренинга.
Поэтому не надо верить всегда искусственному интеллекту. Надо использовать, потому что государство использует искусственный интеллект. Но надо всегда проверять самому, это реально или нет. Не надо верить галлюцинациям искусственного интеллекта. Окей? Yana savol bo'lyapti. Faqatgina rus tilida bo'lmayapti aziz do'stlar. Mana hozir Akmalxon so'radi. Umraga borgan edim dedi. Mana hozir o'sha savolni kiritib qo'yay. Muhammadjon, bu only is being Russian language deyapsiz. Noto'g'ri. It's not only being held in Russian language. We are also talking in Uzbek. Whenever the question comes in Russian, I choose to respond in Russian. Okay? Mana Akmalxon aytyapti, men Saudiya Arabistonida 15 kun umrada bo'lgan edim. Sun'iy intellektdan so'rasam, aytyaptiki, bu muammo bo'lishi mumkin. Kanada vizasi uchun tekshirishlari mumkin va hokazo. Bu noto'g'ri. Bu sun'iy intellektni sizni ehtiyojlar, sizni qo'rquvlaringizni qondirish usuli, gallyutsinatsiyasi. Siz so'radingiz-ku, shu problema bo'ladimi Saudiya Arabiyaga borganim? Saudiya Arabistoniga borganim problema bo'l. Ha, bo'ladi, ehtiyot bo'l. Chunki ular искусственный intellekt, umumiy искусственный intellekt, ana ChatGPT'lar va hokazolar, tarbiyalanmagan искусственный intellekt, sun'iy intellekt mana shunaqa sizni nima deydi, qo'rquvlaringizga olov tashlab turadi. Gallyutsinatsiya. Ha, ehtiyot bo'l, unday qilma, bunday qilma, 1000 marta tekshiradi, unday. Va ikkinchi tomondan bu aytayaptilarki, Akmalxon, bu narsa 100 minglab insonlar bor, bu narsa ko'p vaqt oladimi? Kanada tekshira olaman desa, tekshiradi har doim. Искусственный intellekt, sun'iy intellekt, Kanada davlati tomonidagi sun'iy intellekt sizni butun shajarangizni, internetingizni 2 sekundda tekshiradi. U 100 ming bo'ladimi? Akmalxon Isakovni 2 sekundda tekshiradi. U muammo emas. Sun'iy intellekt razmer muammo emas, hajm muammo emas. Shuning uchun Kanada tomonida immigratsiya vazirligi sun'iy intellektni qurol sifatida ishlatyaptimi? Siz ham qurol sifatida o'sha sun'iy intellektni ishlata olishni bilishingiz kerak. Oddiy ChatGPTdan foydalanib emas, advokatlar tomonidan yaratilgan, har kuni ishlatiladigan, tarbiyalanadigan, yangi qonunlar bilan tarbiya ko'rgan sun'iy intellekt, gallyutsinatsiya qilmaydigan, xatolar qilmaydigan sun'iy intellekt bilan ishlasangiz, unda sizni imkoniyatlaringiz yanada yuqori bo'ladi. Okay? Savol keldi, mana YMD degan insondan. Yoshim 37 da, magistraturaga qaysi universitetni tavsiya qilasiz? Ingliz tilini bilaman, lekin IELTS sertifikat olish uchun o'qimoqchiman. 8,5 ball olishga harakat inshaalloh debdilar. Yaxshi, 8,5 ball olsangiz, menimcha grant ham berishadi sizga. educanada.ca veb-saytiga murojaat qiling. Biz suhbatimiz boshida buni tavsiya qildik. Siz endi keldingiz shekilli. educanada.ca. O'sha yerda hamma narsa bor. Hamma ma'lumotlar bor, hamma nimalar bor. Aziz do'stlar, 1 soat bo'ldi suhbatimizga. Agar shunaqa suhbatlar sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, albatta kuzatishda davom eting va bu ma'lumotlarni boshqalar bilan bo'lishing. Sizni shu xayriya deysizda buni. Chunki ma'lumotni oldingiz, o'zingizda saqlab turmang. Boshqalarga ham bo'lishing. Boshqalar ham foydalansin. O'shanda sizga ham qanaqadir bir baraka, qanaqadir bir xayrli narsa keladi. Shuning uchun sizdan iltimos, agar bu ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bu Instagram account yoqqan bo'lsa, boshqalarga ham tavsiya qiling. Meni videolarimni boshqalarga bo'lishing. Ular ham foydalansin, ular ham manfaat ko'rsin va jonli efirlarimizda aktiv ishtirok eting. Mana oxirgi savollarni olamiz, yana 1-2 daqiqa bunga ajratamiz. Only is being Russian language deyaptilar. Yo'q, noto'g'ri. Menimcha sizning fikringiz noto'g'ri. Savol keldi. ChatGPT ishlash xato, u fakt asosida emas, u shunchaki siz xohlagan tomonga javob beradi. Ana to'ppa-to'g'ri. Gallyutsinatsiya qiladi. Siz bilan dialogda davomli, ko'proq bo'lsin deydi. Mana shu yerda o'tirsin, men bilan suhbat qilib o'tirsin deydi. Chunki har bir platforma o'zini platformasiga olib kirib olib sizni chiqargisi kelmaydi. O'shaning uchun umumiy ChatGPTlarga e'tibor bermang. Siz haqiqiy tanlangan, tarbiyalangan advokatlar tomonidan yaratilgan ChatGPTga e'tibor bersangiz bo'ladi.
Cloud bilan, mana Cloud salgina noto'g'ri yozibdi. Cloud bilan ishlasa to'g'ri javob beradi, faktga asoslanib debdi. Mana Cloud ishlatishni agar bilsangiz Cloud bo'lishi mumkin, lekin o'shanda ham Cloudni advokatlar tomonidan yaratilgan vositasi bo'lishi kerak. Biz o'shani qilganmiz. Biz o'zimizning praktikamizda o'sha narsani nima qilamiz? Ishlatamiz. Katta rahmat debdilar. Akmalxon, salomat bo'ling. Va alaykum assalom Londoner. Suhbatga juda kech kirdingiz. 1 soatdan beri shetdamiz. Keyingi safar suhbatda albatta ishtirok eting. Bu suhbat ma'qul bo'lgan bo'lsa, yoqtirmani bosamiz, boshqalar taklif qilamiz va keyingi suhbatlarda ko'rishguncha profilimdagi linkka borsangiz 16-may kuni bo'ladigan treningimizga yozilishingiz mumkin va chegirma kodini, promo kodini ishlatsangiz bo'ladi. Hammasi o'sha sahifada yozilgan. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.